Assalomu alaykum. Jiguliga Matiz generator qo'ydingiz. Ulanishini tushuntirib o'tamiz. Qalini bor, kulrang. Keyin sarig'i bor, ingichkaroq. Qalini zaryadka relidan keladi. 67sidan. 67sidan keladi. Hop, ingichka sarig'i 702 relidan keladi. Mana sim. Qalini mana stekar fiksator tepaga qaragan holatda, sim orqaga sizga qarab turibdi. Mana ikkalasini ham. Rangini farqi yo'q. Rangi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ulanishi bir xil. Mana shu qalin zaryadka relidan kelgan simi mana chap tarafiga ulanadi. Mana ikkalasi ham chap tarafiga ulanadi. Mana kichkina sarig'i 702 relidan kelgani mana o'ng tomonga ulanadi. Mana bunda jigarrang, mana bunda sariq. Rangini farqi yo'q, faqat joylashuvini adashmasanglar bo'ldi. Fiksator tepada, mana fiksator tepada, simi o'zi orqaga sizga qarab turibdi. Chapga qalini kulrang relidan kelgani, o'ng tomonga mana shu sariq sim ulanadi. Bu sariq sim 702 relidan keladi. Keyin mana shu yerda zaryadka chirog'ini o'chiradigan 702 relisi bor. Uni yechib tashladik hozir. Bunda zaryadka reli yonib turadi. Biz mana shunday qilib universal reli ulaymiz. 702 ni olib tashlab. Reli universal ulanishi. Bu yerda 30 kirish, 87 chiqish, 85-86 admotkasi bo'ladi, buyuruvchisi. Bu yerda 3 ta sim va 4 ta shtekar bor. Qizg'ish sim. Bitta sim 2 ga bo'lingan, bittasi 30 ga, bittasi 85 ga. Sariq sim 86, qora sim 87. Mana shunday qilib universal reli ulasangiz, zaryadka chirog'ingizda ham muammo bo'lmaydi. Salomat bo'linglar.